Hammaga salom bolalar, sizlar bilan birga Vlogs va bu videomizda biz Minecraftga o'xshagan o'yinlar, ya'ni Minecraftda nusxalar desa ham bo'lar, o'shalarni turlida o'ynab chiqamiz. Kanalga 30 sayt obunachi bosib qo'yinglar. Kanalda videoni boshladik. Birinchi o'yinimiz Mini Blockcraft 2. Biz boshlaymiz mana. Love Park, Quality ikkita joy bor ekan. Davay yangi world yaratamiz. Kreativ bo'ldi. Qancha paydo bo'lar ekan? Bu yoqda skin tanasi bo'lar ekan. Basil do'chilik park bo'lamiz. O paydo bo'ldi. Va normalniy qattiqcha mana bosib o'char ekan. Lekin grafikasi dahshat deb bo'lishi mumkin emas. Grafikasi. Sandiq ochsa bo'ldi, tushundim. Mana narsalar yo'q bo'larkan qo'lga. Ice, boshqa narsa. Tojmi? What the fuck? Uchishi ham juda qulay ekan. Qaytga bunday qarasanglar, o'shga qarab uchar ekan. Juda qulay-ku. Yaxshi, unda bloklar qo'yilish. Nima bo'ldi? Suv erib ketadi-ya. Muz erib ketadi ikkinchi. U toshmi? Qani? Toshmi? Qo'yib bo'lmayapti-ku. Bu qo'yib bo'ladimi? Bu qo'yib bo'lar ekan. Lekin grafikasi yaxshi maytda. Nima bu endi? Nima kiyib olganman? Mayli. Yaxshi, lekin grafikasi zo'r. Bulutlar sindirishi ham zo'r ekan. Osmonni qaranglar. Men Mini Blockcraft 2 ga ondan 7,5 qo'ydim. Dahshat o'yin ekan, menga yoqdi. Keyingi o'yinga qarab ketdik. Endi o'yinimiz Block World. O'yinga kirdim va maskinim do'stlar bilan o'ynasa bo'lar ekan. Juda katta pelishku. Menimcha o'tgan o'yinda o'ynab bo'lmasdi. Men bilmadim. Xo'sh, davay kreativ qilamiz. Maytlarda seedlarni tersa bo'ladi. Davay endi bosamiz. Qanchalik tez bo'lar ekan? O'rgatma. Bo'ldi. Paydo bo'lishi ezordi. 30 sekund ketdi paydo bo'lishdi va o'yin grafikasi yaxshi. Yerda ozgina grafikasi ham bor ekan, osmonlarga qaranglar, bulutlar bor. Skina boshlang'ich skina zo'r ekan. Va endi qurollar. Bunda grafikasi yaxshi ekan bir tomondan. Narsalar tuzilishi. Bironta blok olib qo'yib ko'raychi. Jana qilib emas, mana qo'yib. Yaxshi, lekin o'ynasa bo'ladi. Ham bunda do'stlar bilan qo'shilishib o'ynasa bo'lar ekan. Maza qilib aytdi, survival qilsa bo'ladi. Ham haqiqiy Minecraftga o'xshab ketar ekan. Men Diyorbek bilan chet qilib ko'rdim, kelmadi mana shu o'yinda. Chunki Diyorbek chiqmagan. Xullas, tuzilishi yaxshi ekan o'yinni. Hech qanday o'zgarish ko'rmadim. Oddiy Minecraftga o'xshaydi. Faqat ozgina qotyapti-da. Kecha qotyapti-da. Qalaysan toshbaqa. Men World Blockga 10 dan 8 qo'ydim. Menimcha do'stlar bilan ham o'ynasa bo'ladi. Unda keyingi o'yinga qarab ketdik. Endi o'yinimizda World Block Minecraft 3D. Bunda har doimdek o'sha legendarniy o'yinlar o'ynaganmiz. Hozir
hozir maktab anavlari o'chib ketdi deb o'ylamanglar. Ukam telefonida yaratganmiz, o'g'illarmi. Bu dahshat Minecraft, bir ikkita bajlar bor. Masalan, survival qilsanglar, ana qiladi. Ba'zi narsalar yo'q bo'lib qoladi. Mana. Настройка qilishni ham o'rgataman sizlarga. Hammasi ham zamonda. Qayerdan qilardi? Настройкani. Mana. Это настройка qiladi вообще-то. Или stop. Keyin mana yoqib qo'ysanglar, bunaqa bu narsa paydo bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? O'yin yaxshi, normalniy. Tovuqchalar bor, qaranglar. Bu yerda minuslar bor. Minuslardan biri narsa tashlagunlaricha ko'p vaqt ketadi. Haqiqiy Minecraft unaqa emas edi. Ham aytganimdek, survivalda bir ikkita brushlar yo'qolib qoladi, narsalarning yo'qolib qoladi. O'zi o'yinning o'zi normalniy, zo'r ishlangan. Mana. Keyin qishloq sillari ham ko'p. Mehol bittasi o'tgan videomda aytganman, bitta videomda. Qishloq sillari haqida videomda aytganman. O'zi zo'r bu Minecraft'da. Mana. Har xil joylari bor. Men World Block Minecraft'ga ondan 7 qo'ydim. Chunki bir ikkita bajlar deb 7 qo'ydim. Unda keyin o'yinga qarab ketdik. Endi o'yinimiz Craft World. O'yinga kirildi va endichi narsalar normalniy, serverlar ham bor ekan. Xo'sh, endi o'yinimizga qaytamiz. Kreativ va o'tgan o'yinga o'xshayotgan. Yaratamiz. O'yinga kirdim va lekin o'yinga kirish juda ham qiyin ekan. 2 minut kutdim. Qishloq topdim. Bu buzilgan qishloq ekan. Qanaqasi? Nima bu? Zombi. Mana zombi emas bu. Nima bu? Nima sansan? Yangi qo'shildimi? Tushunmadim, короче. Lekin o'rincha to'ylarni yaxshi qilishibdi. Zombilar yuribdi maytlarda. Basharasiga mana burilishga qaranglar. Salday burib qo'ysanglar ham tezda bo'lar ekan. Menga bunaqasi yoqmaydi. O'yin o'zi normalniy. Qanday buzilgan qishloqda paydo bo'ldim bilmayman lekin. Lekin o'zi normalniy-da. Boshqa ko'radigan narsa bloklar qo'yib ko'raychi. Qanaqa ekan? Ko'ring bloklari. Yana pashsham jonga tegdi bor-ku. Endi bloklarni qo'yib ko'rish. Nima qo'yib ko'rsam ham oddiy Minecraftga o'xshash hech qilsa bo'ladi. Minecraft World'ga ona 7 qo'ydim. Sizlar fikringlar qanaqa? Shu bilan videomiz tugadi, obunachilar. Sizlar bilan birga vlog bo'ldi va kanalga obuna bo'linglar va videoga ham like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha